Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Mebellar qattiq ekan. Bizning mebellarimiz hammasi turetskiy mebellar, premium modellarda. Nimalar qaryapsiz? Mebel bo'yicha informatsiya to'plab, odamlarni e'tiborini tortgan narsa qidiryaptik. Bizda hamma xalq uchun ishlayotdik. Bizning spalnilarimiz hammasi MDF materialdan qilingan, 100% MDF krashinni. Ustlari patmiramir ishlangan. Ayollar, erkaklar qo'yishiga hammasida sharoitlarimiz bor. Ajin qilingan. Ayollar uchun alohida, erkaklar uchun alohida. Pulkalari ham shikantda eksentrikda qilingan ekan, eksentrikka yaxshisi. Lekin mana bu narsa ajoyib ekan. Da, bunimizni o'zini maxsus ochiladigan uslubi bor. Ruchkasi ichkariga kiradi. Ustki qismlari shishadan qilingan. Aynan. Hammasi minimalizm, yangi dizayndagi modellarimiz. Ruchkasini, tortma anqasini yengicha yondashish ajoyib. Uslubda qilingan. Ajoyib. Kravatlarimizni hammasi 180 ga 2 razmerda. Teglari ko'tariladi. Tegida yashik bo'ladi, bemalol ichki narsa taxlab qo'ysangiz ham bo'ladi. Matrasi? Narxlari bizda matraslari o'zimizning matraslarimiz bor, turetskiy matraslarimiz bor. Ortopediskiy, anatomический. Xohlagan matrasingiz olsangiz bo'ladi. Uni klient bilan xohishiga qarab qilib beramiz. Gaplashib qilib beriladi. Bu summalarni, anaqalarni shartnomani ichida olib borib yig'ib berishi ham bo'ladi. Dostavka uстановkamizda shahar ichida besplatno bo'ladi. Dostavka hozir aksariyat holatlarda Hiltonlarga juda etajlar katta, u etajiga ham aniq qilinmaydimi? Pullar olinmaydi, yo'q. Uстановkamiz o'ta ochilmaydi. Bu ochilmaydi. Bitta bassiz ochiladi. O'tarmas, usti bitta bas. Hammasining mexanizmlari bor o'zida. Push mexanizmi bo'lgan ekan. Ustki qismlariga patmiramir ishlatilgan, patmiramir qilingan, oyoqlari metallический, hammasi temirdan. Ajoyib. Hozir yaqinroq ko'rsatamiz. Buni materiallarini bemalol ustki qismlarini ham qo'l changlattiradi artib, mo'yshiy material. Yuvib bemalol ishlatsa bo'ladi. Kir, dog' qolib ketmaydi o'zida. Buning ichiga, bu komplektning ichiga nima-nimalar kiradi? Komplektimizga shkaf, ikkita прикроватный tumbasi, kravat, tryumosi и pufika. Komplektning ichida olib borib yig'ib berish. Dostavka uстановка shahar ichida besplatno bo'ladi. 51-etajda tursangiz ham chiqib yig'ib berilar ekan. Yig'ib beramiz. Hozir magazinimizda skidka ketyapti 10% dan 40% gacha. Vitrinamizdagi mebellarning hammasiga 15% dan 40% gacha skidkalarimiz bor. Yaxshi, ajoyib. Yangi yondashuv. Tumbalari ham usti muramirga o'xshagan ajoyib. Muramir ishlangan. Ajoyib ekan. Hali bizda modellar Toshkentga kirib kelmadi, faqat bizning Zvanef brendimizda bor. Toshkentda bunaqa modellarni topolmaysiz hali. Yaqinroqdan hozir qisqacha ma'lumot bilan qolgan modellarni ham ko'rsatib o'tamiz. Agar mebel qiziqtirgan bo'lsa, murojaat qilasiz. Bu inson bilan aloqaga chiqib, informatsiya orqali kelib xarid qilishingiz mumkin. Eng muhimi, har bitta etajiga 15 ming, 20 ming so'rashmas ekan. Bu yerdagi modellarchi? Siz bu modellarni aytib turing. Turing. Bir chekkadan uni kesib qo'yamiz. Bu modelimiz kichkinaroq model. Razmer jihatidan kichkina. Oldingi modelimizga qaraganda, bu ham premium modelda. Bunda ham
Bunda ham bo'yanadigan oynasi bor, ikkita tumbasi bor, kichkina kravati и shkaf bor komplektida. Bunimiz boshqacha yo'nalishda kombinirованный ishlangan. Rangi ajoyib rang. Ranglarida kombinirованный ishlangan. Bunimiz shkafimiz razmeri oldingisiniki 270, buniki 240. Kichkinaroq uylarga ham bemalol sig'dirib qo'ysangiz bo'ladi. Ixcham kvartiralarga yaxshi. Ixcham uylarga moslashgan. Buni ham tegi ko'tariladi. Tegi sanduqchalik. Tegida yashigi bor. Matraslari buni ham xohlaganingizda shartnoma asosida olsangiz bo'ladi. Razmerlari matrasniki 1.80 ga 2 bo'ladi. Standartni razmerda bo'ladi hammasi. Hammasi 1.80 ga 2. Standart razmerda. Bularimizni boshqa mebellarga qaraganda bu mebelimiz afzalligi oynalariga oq ishlatilmagan yodoviy oynalar qilingan. Sariq sifat aralash. Minimalizm stilda qilingan. Chetlari pechatini. Oynasi ajoyib ощущение berar ekan. Albatta. Bu tomonimizda ham mebellarimiz bor. Obzori qisqacha ma'lumot bilan qolganlarini davom ettiramiz. Assalomu alaykum. Mebellar qayerga bu mebellar? Mebellarimiz Amerika brendi bo'lib, 20 ta davlatda dunyo bo'yicha fabrikalarimiz bor. Biz Islom Vyetnamdan olib kelamiz. Mebellar hammasi yog'ochdan qilingan. Toza yog'och. Og'ir massiv bular hammasi. Komodlarimiz bor, oynali. Shular bilyur. Mexanizmlari. Srezkalari. Bu komplektning ichiga nimalar kiradi? Amerikanskiy dos, привозной. Komplekt ichiga komod zerkalo, oynali komoda kiradi. Chesteri. 5 ta polkasi, 4 ta polkasi har xil bo'ladi o'ziga qarab. Ikkita tumbasi. Tumbalarni USB portlari bor. Уже tumbani yoqib qo'yasiz, bu yerga gadjetlarni, svetilniklarni bemalol yoqib qo'ysa bo'ladi. Tumbada USB kabellari bor ekan, hozir uni ko'rsatib o'tamiz. Hozir informatsiyalar haqida. Matraslari qanaqa? Matraslari anatomический, ортопедический, то есть o'zingizga kerak bo'lgan matraslarni tanlab olsangiz bo'ladi. Bu ham беспружинный uni kelishilgan holatda ortoped yo уже anaqa anatomический tanlasa bo'ladi. Matras. Bo'ladi. O'shanga qarab уже qilib beraverasiz. Oho. Matraslari ham amerikanskiy. Yumshoq, ancha qulay ekan. Дополнительный toperlari bor ustida. То есть дополнительный слой. Yumshoq ushlaydigan. Teglari независимый blok пружинdan qilingan. То есть bitta odam turib qimirlaganda ikkinchi tomoni bilinmaydi. Bu yerda e'tibor tortadigan narsa, matrasida bizda soddaroq qilib aytganda ko'rpachaga o'xshatib, matras ustidan o'zbekda ko'rpacha so'g'iladi. Shu ko'rpachaga o'xshatilgan специальный space anaqasi bor ekan, qatlami. Keyin USB kabel tumich keladi. O'sha odamni ancha anaqasi и привозной. Men o'zim amerikanskiy modellar O'zbekistonda borligini endi bilyapman, sizlar bilan birgalikda. Bularni yetkazib berish, dostavka anaqalari bormi? Zakazga ham olib keltirib beramiz. 2 oydan 3 oygacha. Dostavka, sborka hammasi firmadan. Ichida. Shu summalarning ichida bo'ladi. Yana qanaqa ranglari bor buni? Bu model faqatgina shu rangda. Faqat orix. Faqat shu rangda. Bular bitta model, обычно bitta rangda bo'ladi, lekin modellarimiz bor. 3 xil, 4 xil ranglari bor modellarimiz ham bor. Bunisicha ikkinchisi? Ikkinchisi vintajniy stilda qilingan model bo'ladi. То есть ozgincha bunaqa xuddi poterslari eskirgan variantda qilingan bo'ladi. Bu klassik va vintaj deyiladi. Xudoshkada olib ketdik. Bunisida
tumbada USB kabellari yo'q Tumbada USB kabellari yo'q. Bular ham hammasi yog'ochdan qilingan, bular akatsiyadan qilingan bo'ladi. Komplektida ikkita tumbasi, chesteri, komod oynali kiradi. Razmerlarimiz boshqalarnikiga qaraganda katta, ancha. Bular king size hisoblanadi, to есть 2 metrdan oshib bo'ladi shirinasi. Uzunligi ham 2 metrdan oshib bo'ladi. Matras razmeri nechiga necha bo'ladi? Matras razmerlari ham kravat o'zini razmerlariga qarab, to есть nestandartniy razmerlar bular. Ancha katta, Amerika brendi bo'lgani uchun, ularda dyuymda hisoblangani uchun bizda santimetrga переводить qilganda размерлari ozgina отличаться qiladi. То есть matras внутренний обычный matraslarimiz 1.96 ga 1.93, 95, 1.99, 10 chiqadi shu. Ichlari barxitga o'xshagan qilingan yana hammasi. Bular birinchi polkalari hammasi shunaqa qilingan, chunki bu yerga taqinchoqlarni qo'yganda qaralmashi uchun. Rahmat sizga ma'lumotlar uchun. Bizda qoling, yana yangisini kuting. Assalomu alaykum. Bu mahsulotimiz mehmonxonaga qo'yiladi. Aynan Rossiyada Stavropolda ishlab chiqarilgan italyanskiy dizayn, italyanskaya texnologiya. Oldi fasadlari MDF, osnovasi LDSP, dekorlari baget. Bu kompaniya o'zi Rossiyada 80-yildan beri ish faoliyatini olib boradi. O'zbekistonga kirib kelganiga 6 yildan oshdi. Bu modellarimizda ikkita divan, ikkita kreslomiz bor. Divanimizni cheti ochiladi. Ichida bemalol mehmonxonaga qo'yib qo'ysangiz, mehmonlikka ichida bemalol bitta odam uxlasa ham bo'ladi. Tiqilib qoldi. Haqiqatan kadr bo'ladi. Butamiz yanada kattalashar ekan. Yana ham kattalashadi. Bemalol botga ichga mehmonga kelgan insonlar yotib uxlasa ham bo'ladi. Agar zalga qo'yib qo'yadigan bo'lsangiz. Bu menga o'xshagan odamlarga yaxshi ekan. Ko'proq Addenni o'zi kino ko'rayotganda Addenni oyog'ini cho'zib olib, bemalol suyanib o'tirishga mana. Qulayligi ancha yaxshi. Juda qulay modelimiz. Ayniqsa kino ko'rib o'tirganda bemalolligiga e'tibor bersanglar, mana ayol kishining o'zlari osongina katta kichik qilyaptilar. Mana oson, yengil ochilib yopilish. Hozir kadr biyot olondan ham ko'rsatamiz. Bu yerda juda ajoyib, menga ko'proq yoqqan TV tumba bor ekan. Gapiravering. Bu tumbamiz komplekt. Tagidagi tumba bor. Buni ustiga televizor qo'yib qo'ysangiz ham bo'ladi. Usti oynadan ishlangan. Yo'di rangda. Xohlasangiz televizorni tepasiga osib qo'ysangiz ham bo'ladi. Buni tagiga qo'yib, buni ham TV podstavka ham polka qilib ishlatsangiz bo'ladi. Ichiga bemalol narsalar taxlab qo'ysangiz bo'ladi. O'zini ichida maxsus polkalari bor. 4 ta. Bemalol narsani solib ishlatsangiz. Televizor navisnoy qilsangiz ham bo'ladi. Mana polka ham navisnoy ekan. Tagida narsa qilinmagan, davolga ilingan. Ilib qo'ysa bo'ladi. Bular ikkalovi komplekt. Bu narsa mana oynasi bor ekan. Bu ham o'ziga yarasha chiroyli ощущение beryapti. Mana o'rtasida belvoq qilingan narsa yon tomondan bundoq oldidan ko'rinsa, o'ziga yarasha xuddi oynani ощущениесini berar ekan. Oynani ощущениесini. Ajoyib ekan. Shunga mana e'tibor tortgan mana oynaga o'xshagan anaqalari bor mana. Lentalarimiz. Lentachi. Belvoq remeni. Ikkita chetida ekan. Oynadan ishlangan bular hammasi. Oynalik belvoqlar. Ha. Извиняюсь. Ошибка manda. Oyna ekan rostdan. Bular oynadan ishlangan. Oyoqlari metallический bo'ladi, hammasida temir ishlatilgan. O'rtasida qo'shimcha noshkalari bo'ladi, sinib ketmasligi uchun. Bemalol og'ir narsalarni ham qo'yib ishlatsangiz bo'ladi ustiga. 100 kilogacha bemalol ko'taradi. Oyog'ini metalli ham yaxshi ekan. Oyoqlari baquvvat metalldan ishlangan. Mijozlarga o'z
tilaklaringiz, o'zingizni qanaqadir anaqalaringiz bo'lsa ayting. Mijozlar uchun biz hozir zo'r skidkalarimizni e'lon qilganmiz. Avgust oyigacha hamma mebellarimizga 10% dan 50% gacha skidkalarni e'lon qildik. Bemalol kelib magazinimizdan tanlab, o'zingizga yoqqan mebelni xarid qilsangiz, uyingizga olib borib, uyingizga o'rnatib, sizlarni uyinglarni go'zalligiga yana ham go'zallik qo'shadigan mebellarimizni taqdim etamiz. Hammaga rahmat. Bu modelingiz ham ishkafi e'tibor tortar ekan. Bu modelingiz haqida ham qisqacha ma'lumot berib o'ta Bu olasiz? modelimiz yangi model. Kattaroq xonadonlarga moslashgan. Shkafimizning uzunligi 270, balandligi 220. Materiallari MDF, ustki qismlariga MDF pechatini. Ayollarni, erkaklarni kiyimi alohida ishlangan, ilinadigan joylari. Bu ham polkali, vishilkali qilingan. Bota veshilka bor. Bu erkaklarnikiga. Tepaga erkaklarning kiyimini rubashkalar ilib qo'ysa bo'ladi, pastki kishimlar. Bu tomonimizda polkamiz bor. Qoyil, qisqa polkalar ham bor ekan, tortmasi ichida. Bu ham o'ziga yarasha ajoyib model ekan. Bu tomonimizda ayollarning kiyimiga moslashtirilgan. Bu yoqni ochib ko'rsatib qolamiz. Bu yoq tomon vishilka ekan, bu yoq polka. Tepasida e'tibor bersanglar, modelga moslab отдельно figurali joyi ham bor ekan. Shkafi. Buni ham matraslari o'sha. Matrasimizdan kelishib, xohlagan razmeringizda, xohlagan modelingizda olsangiz bo'ladi. Mesli matrasimiz bor, turetskiy matraslarimiz bor. Endi hamma har xil matras xohlagani uchun narxlarini biz bez matras qo'yamiz mebellarni. Bir xilini beli og'riydi, grijasi bo'ladi. Ularga отдельно maxsus matraslarimiz bor. Anatomический turetskiy matraslarimiz. Yotsa o'ziga moslashadigan matras. Endi bu kadr olamiz. O'chiramizda. Botini. Tumba haqiqatan yaxshi ekan. Boy bu tomonda Tryumosi ham ajoyib ekan. Bu modelimizning tryumosi ayollar uchun moslashtirilgan. Bu tomonlarga atar, erkak kishilarimiz o'zligini narsaligini qo'yib qo'ysa bo'ladi. Bu tomonida pastki polkasi bor, ikkita tortmasi. Mexanizmlari ham bor hammasida. Turetskiy mexanizmda ishlangan. Ikkitasi birda ekanda, bittada ikkita tortma ochilyapti o'shanda. Ya, u anaqasi yo'q. Ko'rmaydimmi? Yo'q. Bo'ldi, o'sha. Buki ayollarimiz, erkaklarimiz o'zligi narsasini taxlab qo'yishsa bo'ladi. Tepada ayollarniki, pastki qismiga erkaklarniki ishlangan. Bu tomonimizda polkamiz bor. Bu yerda xohlagan narsangizni qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. o'zini anaqasi bor ekan. Xo'sh. Etlasiga, oshiq-moshig'iga e'tibor berasizlar. Oshiq-moshig'i oddiy anaqa emas ekan. O'zimizniki emas. Hammasi Turkiyadan privozniy holatda keladi. Oshiq-moshig'ini o'zida. Oshiq-moshig'i deydi, bir xil petla deydi. O'shani o'zidan bilinyapti. Bunimiz krashini MDF materialda ishlangan hammasi. Oynalarimiz yodoviy rangda. Keyin bular oddiy MDF ga o'xshab chiqmagan, bunda qo'llarni qilsa ashshinasi bor. Kamerada bilinmagani uchun bunda anaqasida ashshina, oddiy 3D ga o'xshagan ashshinasi bor. 3D modelda minimalizm stilda qilingan. Hamma uyga, hamma xonadonlarga tushadigan modellarimizdan olib kelganmiz Turkiyadan. O'zbekistonda hali bunaqa modellarimiz kirib kelmadi. Hech qaysi magazindan topolmaysiz bizdagi bor modellarni. Divanlar stol-stullar, zalli anaqalari ham bor ekan sizlarda? Albatta. Endi o'chirmasdan qo'yamiz u yoqni. Ulaverasiz o'zingiz. Men kesib ana olib tashlab. Bu ko'ryaptimi? Ha, qora ko'ryapti. Mana bu yerdan qo'yaylik unda. Buni bu yoqlari bilanmi? Anaqa tryumolari, komodlari ham bor. Ha, tryumolari ham ichidami? Bo'ldi, zo'r. Mana bu modellar Hiltonlarga bu tomondan gapirsiz. Yo'q, anaqasi zaps bo'lsa, biz ko'rinishimiz shart emas. Bo'ldi. Mijozlar uchun mebel ko'rinishi. Hilton anaqalarga juda yarashagan mebellar ekan.
Nestantlarga. Bu modelimizni MDF materialda ishlangan. Oyoqlari yog'ochdan, ustki qismi patmramir ishlangan. Ustidan qo'shimcha oynamiz qo'yilgan. Qo'shimcha oyna bo'ladi, oyna qo'yilgan ustiga. Ustiga bemalol issiq ovqatlar, issiq choylarni qo'ysangiz, hech qanaqa dog', kuyishlar, sinishlar bo'lmaydi. Oyna zatenonli o'shanda, to'g'ri? Albatta. Tumbalari, oynalarini ham ajoyib qilingan. Komodlari, buni komod oynalarini devorga osib qo'ysa ham bo'ladi bemalol. Devorga qotirib ishlatsa, o'zicha boshqacha alohida ishlatsa ham bo'ladi. Albatta. Stullarcha? Stullarning materiallari hammasi mo'ysha material, bemalol yuvib ishlatsa bo'ladi. Plastmassa, dammasi yog'ochdan ekan. Oyoqlari yog'ochdan qilingan. Sizlar uchun teg tomonini ham ko'rib beraman. Teg tomoni ham akkuratni ishlangan ekan. Ko'p stullarni teg tomonini e'tibor berishmaydi. Bunda e'tibor berilgan, alohida ancha yaxshi. Bu modelimiz Doktash brendiniki. Turkiyaning eng mashhur Doktash brendidan kelgan. Mana shu brendlarni ham aytib o'tsangiz, odamlar uchun ham brendlar ham qiziq. Alohida. Tumbes oyoqqa o'tamizmi? Yo'q, ko'rinyapti bu yerda. Yo'q. Bu menimcha shart emas, bundan qolmagan. Bu modellaringiz qayerdaki? Rossiya, hammasi bizda rossiyskiy. Bu model to'g'risida ham qisqacha ma'lumot berib o'ta olasizmi? Spaniya komplektimizda aynan baroko stiliga yondashilingan, oldi fasadlari krashenli MDF, osnovasi LDSP, также dekorlari baget PPU, qoplamasi ekokoja. Komplektni ichida olib borib yig'ib berish bormi? Toshkent shahri ichida bo'lsa, uslugasi kiradi, dostavka, sborka 2 yil garantiya produksiyaga beriladi. Komplektda shkaf, kravat, ikkita tumbochka, tremo pufikdan iborat. Matraslari? Matrasi alohida, o'zimizda ishlab chiqarish. Vaddinni. Xo'sh, etajgacha mana Hilton, Uslugasi ichida. 50-etajlarga. Besplatno. Bonusiga. Bonusiga. Keyin bitta morojniy ham qo'yib berishar ekan. Issiq kunda. Kravat foydalanadigan razmer qismi standart, uzunligi 2 metr, yana 1.80. Qisqacha shunga gana qildim. Zo'r gapirishing. Mendan ko'ra zo'r-ku. O'nqoringo. Qani eshitdi nima ovoz bo'ldi endi? Men bular hozir mana shu model sal qiziqish aniq qildi. Ajoyib korolevskiy modelga o'xshagan ekan. Buning qattiq aka? Bularimiz Turkiya mahsulotlari. Komplektida 2 divan, 2 kreslo va jurnalniy stoliki bor. Juda katta model ekan bu. Va kattaroq xonalarga mo'ljallangan. O'tirganda ham ancha chuqur ekan, aniqlar. Va bu komplekt ichida jurnalnisi ham bormi? Albatta. Jurnalnisi ham bor. Bu karkazlari yog'och bo'ladi, gullari quyma bo'ladi buni. Anqarada ishlab chiqarilgan. Hozirgi kunda bu skidga ketyapti bu modelimizga. 12 ming dollar sotganmiz bu modelni. Hozir 8 ming dollar qilib beramiz sizga mijozlaringiz uchun. Bu ichida dostavka shahar ichida besplatniy. Etajchi mana aytgan joyiga olib borib, olib chiqib qo'yib beramiz. Etajiga ham farqi yo'q. Evakuatorda bo'lsa olib chiqib berdik, uni ko'taradigandan olib chiqib berdik. Realniy shunaqa narsada chiqarib berdik. Ha, bor aka, bo'lgan. Qo'y. Ana klientlarga bo'lgan hurmat. Bu modellar klassika deyiladi, nima deyiladi? Da, klassik model. Bu klassik asosan sizlarda ko'proq men e'tibor beryapman. High-tech aniqlar ekan. Hozirgi kunda high-techlar. Bu yerda ham bitta ajoyib uголок ko'rdim. Bu qattiqki qaysi anaqa informatsiyalarni bera olasiz? Bu modelimiz Turkiyaniki, Modis degan fabrikada ishlab chiqarilgan. Hozirgi kunda eng katta uголоklarimizdan bittasi. Razmerlari 480 ga 350. Juda katta model ekan, kadrga deyarli sig'madi. Bu kravat bo'lmaydi, hammasi. Kravat bo'lmaydi-ku, lekin funksiyasi xohlagan joyingizga xohlaganingizcha qo'ya olasiz. Ya'ni tomonlari o'zgaradi. Bo'lib ikkita xonaga bo'lib qo'yish imkoniyati ham bor. Xonani o'rtasiga qo'ysangiz ham orqalari obshivka qilingan polni chiroyli chiqadi.
Mana bu joyi yog'ochdan ekan. Ha, u yog'och qilingan, buk yog'ochdan ishlangan. Bu bo'limi ham отдельно qilsa bo'ladi. Ha, uni ham olib xohlagan joyga qo'ysangiz bo'ladi. Bu komplekt ichiga nimalar kiradi? Komplekt ichida ugol, shu ko'rayotgan baris kiradi. Ha, mana bu jurnalni Jurnallarimiz отдельно. отдельно, ha? Bu mana bu narsa ko'tarilib tushadimi deydi. Yo'q, u faqat boshqa mo'ljallangan, uni xohlagan joyga qo'ysangiz bo'ladi. Olib U ham olinadi. mashinani anaqasiga Ha, o'xshab. podlogotnikiga o'xshab olib yechib qo'ysa bo'ladi. Ha. Ajoyib. Yo'q, anaqasi yo'q. Gapiravering. Auditoriya katta emas baribir. Naborat kulgili joylar bilan qilsa ham anaqa bo'ladi, zo'r chiqadi. Jeki Channing kinosida bor-ku, oxirida kulgili joylarni o'qib qo'ydi. Aytavering, anaqasi. Jakonda modelimiz rossiyskiy model. Bu Arida firmaniki. Nima deyapti? Montajda anaqangizni uzib tashlaymi yo turaversin? Bu o'zib tashlang.